shuni jo'natib qo'yman sizga. Yaxshi narsalar aytilgan jumadayu. To'g'risi Rajab oyi kirdi bugun inshaalloh. Bu urug' ekadigan oy, ertaga Sha'bon sug'oradigan oy, keyingi keladigan Ramazon oyi urug'larda ekinda yig'ishtirib oladigan oy. Ertaga kim bitta roza tutgan bo'lsa, birinchi kungi rozasi. Rajab oyida bitta roza tutsa boshqa savob. Rajab oyi umumiy bittasida. Birinchi kun roza tutsa boshqa savob, yana bir kun roza tutsa boshqa savob. Ertaga birinchi kun roza tutgan odamga Xudo taolo u odam bilan do'zaxning o'rtasini osmon bilan yerda yiroq qilib tashar ekan, uzoq qilib tashar ekan. Bitta rozaga. Akana 11 soatda tutib qo'yasizlar ekan. Tamam, bomdoddan turib 1 soat tashlaysizlar, bir molni qorab chiqasizlar, peshin bo'ladi. Ko'chaga chiqib kirsalar shom bo'ladi. 11 soat topib qo'yasizlar, xudo xolasa. Bu meni gapim emas, payg'ambarimiz alayhisalom gap. 11 soat. Bir hadisda sawma fi Rajab, kim Rajabda bitta roza tutgan bo'lsa, 40 yil roza tutgan savobini oladi degan. Kimi yaxshi turib dadasi, otasi, onasi tutib ketgan. Bormi ichimizda? Yo'qmi? Sizda bormi? Bu ertaga o'zingizga tuting 40 yillik roza. Indiniga bitta tuting tog'im Parvardigor vujudimga sababchi bo'lib ketgan, o'tib ketgan shu odamimga baxshanda qildim. O'sha kishiga savobini ibtollikda baxshanda qilib qo'ying. Mana sizga payg'ambarimiz alayhisalom o'lganingdan keyin savob kesiladi. Faqat 3 ta joydan: sadaqa joriya, ko'prik yo'lig'ini esa, ahli ilm bo'lib ilm tarqatib o'lib ketasan, 3-inchisi solih farzand. Başka joyda yetmasa qayerda yetadi bizda. Onalarimiz Rajab oyida, otalarimiz Rajab oyida roza tutolmadi, o'tib ketib qoldi. Imkoniyat bor. Bu bilan mana qilishgan 30 yilda bir to'g'ri keladi akalar. 11 soatga rosa kun qisqargan paytga to'g'ri kelyapti. Rosa qisqaradi ertaga. O bir oydan keyin qaytadi. Xudo taolo bir nimani o'lgandan keyin do'zaxda 7 yil azoblagandan keyin farishtalar tovoqlarda hadiyalar bilan, tuhfalar bilan kirsa, har kuni qamchi bilan kirishar ekan haligilar, gurzi bilan urishar ekan. U kuni tuhfalar bilan kirish. 7 yildan keyin haligilarni kelganini ko'rib sarilib, chekiga chiqib olib tursa, farishtalar qo'rqmang, taqsir sizga olib keldi. Qayerdan keldi bu tuhfalar? Boshqa qabrdiki emasmi yo sizga? Qaysi savob amalimga olib keldilar ki ta'sir. Siz shunaqa iflos gunohkor bo'lgansizki, sizni qiyomat kunigacha azoblasa ham gunohingiz tugamas edi. Unda bu nimada? O'lganingizda xotiningiz homilador edi. Sizdan keyin o'g'il farzandli bo'ldi. Bugun 7 yashar bo'ldi kecha. Xotiningiz uni o'g'lingizni masjidga olib bordi tog'on. Bismillahirrohmanirrohim deyishni o'rgandi. Bugundan qiyomat kunigacha sizga azob yo'q endi. Bo'lasiz bismillah aytishni o'rgan. Vujudiga sababchi bo'lib qo'ygan. Siz tug'dirib qo'ygansiz bo'ldi. Siz tuqqansiz bo'ldi. Siz ertaga roza tutsangiz 40 yillik savob. Bitta bismillohni savobi 40 yil. O siz roza tutib bismillah deyinchi qanaqa bo'lar? Ertaga kimnidir opoqlari katta qilgan, tog'alarini qo'lda katta bo'lganlar bor, haligi pulini olib boshqa qilib, ashlarga savobini bag'ishlab tutoringlar. Ertaga o'z uchun tutsangiz, indiniga palonchi uchun. Siz rozadorsiz, sizga alohida savob, savobini bag'ishanda qilasiz, va alohida savob. Xudoning marhamati bizga butun jannat savobini berib yuborsa ham ancha kamayib qolmaydi. Pashshani qanotishlari kamaymaydi, Xudodan bizga ko'payib ketadi. Bizning dinimiz shunaqa. Ozgina joydan ham savob oqtarib top deydi bizning dinimiz. Keyinlashtirib oyat bormi, hadis bormi deb yurmay. Ana shunga Xudo xohlasa harakat qilib inshaalloh roza tutilgan bo'lsa, bitta rozaga 40 yillik roza savob beradi. Bitta uzun niyat qilish. Ertaman niyat qilsalaring bozor kun. Bozor kunga alohida savob eshitmaymiz. Ket ko'ring, ertaman bilgan. Bozor kunga, birinchi kunga alohida savob akalar. Rajab oyining keyingi kunlariga alohida savob yana. Har biriga alohida savob. Yana bitta zo'r narsa bor, agar qilamiz desalar. Kim Rajabning boshida g'usl qilsa, Rajab oyi ertaga. Rajabning o'rtasida g'usl qilsa, 15 kundan keyin. Rajabning oxirida g'usl qilgan bo'lsa, Rajab oyi chiqib ketayotgan paytda Alloh taolo uni onasidan tug'ilgandaqa gunohlardan poklab chiqaradi degan hadis shariflar bor. Man qara suratul Ixlos fi Rajab, kim Rajab oyida Ixlos surasini bir marotaba o'qiydigan bo'lsa, 50 yillik gunohiga kafforat bo'ladi. Domla 50 yil gunoh qilganimiz yo'q. Keyin qilmaysiz. 50 yil 2 marta Qul Huvalloh o'qing. 3-sini o'qigandan keyin otamga deng. 4-sini o'qigandan keyin onamga deng. Ashi solih farzand deb sizlarni bizga aytadi. Solih farzand bo'lish uchun gunoh qilmaydigan taqvoli odammi aytmaydi. Solih farzand qayerdan bo'lsa ham savobni toptirib, ota-onasiga baxshanda qiladigan solih farzand deydi. Shuni savob yetadi deydi. Shunga Xudo xolasa qo'ldan kelgancha turib, roza tutilib, sadaqaga zo'r savob bor. Man tasaddaqa fi Rajab, kim Rajab oyida bitta sadaqa qilsa, mana uni ham sadaqa deydi Muhammad sollallohu alayhi vasallam.
Tilangani kelganlarga paketiga mana solib qo'ysa o'sha sadaqa. Bitta qiyomat kunida Xudo solsa o'shuni so'raysiz Xudo taolodan. Biz domladan eshitganmizki, Rajab oyida kim bitta sadaqa nima bilan bo'lsa ham bitta non, 1 kilo go'sht, bir qop ko'mir nima qilasiz? Bitta sadaqani bergan odamga Alloh taolo ana shu odam bilan do'zaxda o'rtasini bir qarg'a tuxumdan chiqqandan keyin umrini oxirigacha qancha masofa uchgan bo'lsa, do'zax bilan uning orasini shuncha uzoq qo'yadi degan hadislar bor. Yo'q, 400 yil yashaydi qarg'a. Bir kunda qancha chand qarg'a? 400 yilda qancha savob oladigan oylarimiz keldi. Rajabda ro'zani tuting. Oldincha eshitmagansizlar, Rajab oyidagi ibodatlarni. Endi sal o'rganib tutdingiz. Rajab Shavbonga 30 ton yana ibodatlari bor, baroat kechalari bor. Ramazonga shundoq borsangiz bor, Ramazon juda boshqacha tuyuladi. Har yilgi taravalarda tuyulmaydi. Mana u qalb chanqab qolgan, ruh ozuqalanib shunaqa maza qilasizlar, Ramazonda. His qilasizlar. Laylatul Qadr xoyrun min alf shahr degan narsani Payg'ambarimiz alayhisalom yer yuziga Qadr kechasi kuni farishtalarning hammasi tushiriladi, hammasi ibodat qilayotganlar bilan bir sira ko'rishadi. Biz ko'rmaymiz-ku. Shunda ko'rasiz. Rajabdan boshlab tayyorgarlik ko'rib boring-da, Shavbonni ko'rasiz. Rajabda imkon boricha ro'za tutinglar akalar, ayollarni ham buyuringlar. Domlar, nechta sabzi? Nechta sabzi? Rajabnikiga tutiladigan ro'zasiga bitta ro'zaga tutilgan bitta ro'zaga 40 yillik savob beriladigan hadis sharif bor. Qancha kerak savob? Dadalarga o'tib ketganmi otalar? Hammasi. Dadangiz o'tgan. Hammasi. Ona ham ketgan. Endi nega dadangizga tuting? Undan keyin onangiz 40 yillik ro'za. Sizdan o'shi boradi. Onajon, otajon, siz 40 yil ro'zani o'zingizga tutingchi? Tutolmaymiz. 40 yilda 30 kundan ro'zani hisoblaymiz. 40 yillik ro'zani savobini beradi inshaalloh. O'tganlarga baxshanda qilinglar. Bir maza qilishsin ular ham qabrlarida. Men bu qabrdagi savobga yetib borishligini ko'zim bilan ko'rib, qulog'im bilan eshitganim. Jamoatimizda bir odam, domla, dushanba kuni ma'raka qilyapmiz deb chorshanba kuni aytdi. Kelayotgan dushanba 5-6 kundan keyin ma'raka qilyapmiz dedi. Domla dedi, payshanba kuni aytdi. Dushanba kuni ma'raka qilyapmiz, chiqasiz dedi. Xo'p, bo'pti, boramiz. Bittasi kuni juma kuni domla, ma'rakani shanbaga ko'chirdik. Nimaga ko'chirdilar? O'tib ketgan dadam opamni tushiga kirib qopti. Nima bo'ldi? Dadam qo'lida bir tovoqni ushlab olib odamlardan tilanib yurgan ekan, ozgina yaxshilik qilinglar, ozgina yaxshilik qilinglar. 3-4 kundan keyin bolamdan keladi, sizlarga beraman deyapti ekan. Dadam 2 kun kuttirgim kelmadi dedi. Domla hammani boshqatdan aytib qo'ydik, shanba kunga jildirdik barakatni. Ko'zim bilan ko'rganim o'sha bo'ldi. Kechadi. Payg'ambarimiz alayhisalom al-mawtu fil qabri kal-mustaghriq fil bahr. Qabrga o'lib tushgan odam dengizga cho'kayotgan odamni singari bitta tomir, bitta shox, bitta qirg'oq bo'lsa deb chiqib oladi. O'lib ko'rmaligida ko'ramiz. Inna al-qasosu minal haq. O'tganlarga qancha qilgan bo'lsak, bizga ham shuncha qilishadi. Qilmagan bo'lsak, o'liklar to'ymaguncha tiriklar to'ymaydi. Shunga qilinglar. Domla aytgan, bir domla aytar ekan, dadalaringga sadaqa qilinglar, onalaringga sadaqa qilinglar. Deragan, endi Payg'ambarimiz alayhisalom muborak hadislar bor. Odamlarning oyog'ini tagida zarar beradigan narsa tikan toshlarni olib qo'yish ham sadaqa. Desa, bir kambag'al ekani o'zi darveshlar odam ko'chada ketyapti, puli yo'q ekan deb ehson qilgan. Engishib bir toshni odamlar yo'ldagi toshni olib otamga, bitta tikkanni olib enamga deb ketaverar ekan. Sadaqada. Otamga, onamga. Sizlarni beradigan pullaring bor. Beringlar. Ota bilan onalar Rajab oyida yomon xursand bo'lib qo'yadi. Rajab oyida qilingan amalni har biriga 70 barobar savob beriladi. Bitta subhanallohga 70 ta subhanalloh savob. Bitta ro'zaga 70 ta ro'zani savob. Bitta xatmi Qur'on qilganga 70 ta xatmi Qur'on qilgan savob. Bitta alam nashr o'qiganga 70 ta, bitta qul halotga 70 ta. Shabonga o'tsa 700 ta bo'ladi. Ramazonda 7000 ta. Payg'ambarimiz alayhisalom hadislari bilan. Sizlarni qiziqtirishlik uchun o'zim avzuga chiqib o'qiganim yo'q. Hammasi Payg'ambarimiz alayhisalom hadislari. Rajab oyi haqida gapirilsa, bir oy to'xtamay gapiriladigan hadis shariflar bor ekan. Shunga harakat qilinglar. Har yili Rajabni kutadigan bo'linglar. Inshaalloh. Alloh mashi payshanba, Rajabning birinchi payshanbasi Rag'oyib kechasi bo'ladi. Xudo taolo 70 mingta farishtani Ka'batullohning yoniga tushirib, duo ijobat bo'ladigan joyga tushirib, Rag'oyib kechasida ibodat qilayotgan odamlarning gunohini kechirishlikni o'sha farishtalarga tilattiradi. Davlat payshanba kuni imkoniyat qilib shu yerda bo'lib qolsak, Rag'oyib kechasi kuni tasbih namozi o'qimoqchimiz. Imkon topganlaring chorasida bir 8-9larda ammo bo'lasiz. Inshaalloh. Hozir